Nima proyekt bo'lmaydi? Bo'ladi. Ming afsuski, proyekt to'xtatildi. Assalomu alaykum. Ismim Bosit. 1994-yil oddiy dehqonlar oilasida dunyoga kelganman. 31 yoshdaman, oilaliman, kabelli zavodda ishlayman. Faqatgina vaznim ozgina ortishi. 223 kilo. Bu proyektga Elbek akamga havas qilib keldim. Bu proyektga kelishimdan asosiy maqsad yoshligimda juda ko'p fan yeganman. Maktabda, mahallada eng yirigi men bo'lganman. Bolalar bilan o'ynaganimda chiqishtirishmagan. Mahallada to'y hasham bo'lsa, boshqa bo'lsa, alohida sanga ovqat pishyapti deb ustidan kulishardi. Men ham insonman. Bitta xonaga ustidan quplab olib, baqirib, ho'ngrab yig'layman. Hozir ham ko'chada yursam, yosh bolalar ustidan kulganini eshitib qolaman. Lekin xafa bo'lmayman. Men ham bir Allohning yaratgan bandasiman-ku. Faqatgina bizga ishonmaganlar uchun to'xtatildi. Tug'ilganida 5 kilo 700 bo'lgan. Sinfda eng kattasi. Bitta laganni ko'rmadim degan. Tarozi sindirgan birinchi ishtirokchimiz.